Assalomu alaykum. Mani подписчиklarim. Bugun Alisa kolonka. Qanday telefonga qo'shish kerakligini ko'rsataman. Bu to'g'risida ko'p kishini ma'lumoti bor. Bu sun'iy intellekt bilan ishlaydi va internet ham kerak bo'ladi ishlash uchun. Ichidan ko'rib turganingizdek shunaqa zaryadkasi chiqadi. Pastdan tokka to'lgan bo'lishi kerak. Keyin buni ishlatish uchun Wi-Fi kerak bo'ladi. Sizlarga ichida bunaqa kitobchalar bo'ladi. Qanday ishlatish kerakligi to'g'risida. Ishlatish uchun birinchi qo'shamiz kabelni. Ko'rib turganlaringizdek yonadi. Yongandan keyin bu nuqtani bosib turamiz. Bosib turganimizda shunaqa chiroqchasi xilma-xil bo'lib o'ynaydi. O'sha paytda telefondan poysa qilib topadigan bo'lamiz. Bu videomiz Alisa kolonka bilan datchiklarimizni qanday ishlatish to'g'risida, Alisa kolonka to'g'risida emas. Buning uchun bizlar ko'rib turgan Yandex ilovasiga kiramiz. Bu Alisa kolonka uchun. Va pastdagi bu nuqtani bosamiz. Omnidom. O'zi shu stansiyaga sizlarni ochib beradi. Mana ko'rib turgan joyingizda o'zingiz xarid qilgan Yandex kolonkalar mana shu ichidan o'zingiz topib davay qilasiz. Misol Light 1 Light o'ziman Light 5 chasov shunga o'xshash. Yandex ilovasidamiz. Shu yerdan o'zbek tiliga qo'ysangiz bo'ladi. Mana teper Alisa говорит на o'zbekiston deyilgan. Избрание turibdi, устройство turibdi. Mana bu yerlarda избрание устройство o'zbekcha gapirgan shu yerdan qo'shiladi. Hamma kerak joylar shu yerda. Qisqacha aytib ketyapman. Endi устройствоga kiramiz. Tepada plus turibdi. Mana sizlarga ko'rsatsam mana shu yerda plus. Shunga bosamiz. Устройство Omnidoma deganni bosamiz. Mana Zigbee deysizmi, Yandex Smart Life. Sizga qanaqa ilovada ishlaydigan bo'lsa, bu Evilik ham shu yerda bor, Smart Life ham shu yerda, hammasi shu yerda mana qo'shib olasiz. Smart Life deb turibdi-ku. Shu Smart Life. Siz xarid qilgan datchiklar mana ko'p ilovalar bor. Shularning hammasini kolonka bilan ishlatsangiz bo'ladi. Sizning televizoringizmi, konditsioneringizmi shu ilovalarda ishlasa agar siz uni bemalol boshqara olasiz. Juda ko'p ilovalarda qo'llab-quvvatlaydigandek kolonkamiz. Shuni ichida men bu aytib o'tgan Evilik degan nimamiz ham bor. Xullas tushundingiz deb o'ylayman, qisqacha aytyapman. Siz xarid qilgan datchik ichida shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Bunaqa o'zini qo'llanmasi ham bo'ladi. Bu sxemasi mana. Qanday ulash kerak. Bu yerda ilova shuni kamerangizga skaner qilsangiz ilova chiqadi. Play Market, App Store yoki shundan yuklab olasiz. Smart Life. O'z ko'rsatilgan bo'ladi. 16 amperligi Wi-Fi, keyin RF 433. U to'g'risida keyingi videolarda tushuntiradigan bo'laman. Hozir shuni qanday ishlatamiz shu to'g'risida telefon bilan. Sxemaga qaraydigan bo'lsak, ventilyator deb ko'rsatilgan mana L birinchisiga ko'k noli, uchinchisiga aytyapti. Bizlarning kirib kelayotgan avtomatdan kelayotgan pitanamiz ko'k bilan qizil faza 0. Bu выключатель. Bu endi sizga kerak bo'lsa qo'yasiz, kerak bo'lmasa qo'ymaysiz. O'zingizning xohishingizga bog'liq bu narsa. Bu yerda tushunmaydigan hech narsa ham yo'q. Bu kabel bizlarda питающий kabel bo'lyapti. Bu tomoni mana vilkaga qo'yib tokka suqiladi bu. Jigar kelayotgan jigar rangimiz L inga, faza ko'k in outga. Faza 0. Ikkinchisidan to'rtinchisiga va chiqib ketish datchik qo'shadi. Qo'shgan paytda L out bilan N in bilan chiqib ketadi. Bu ikkalasi bilan chiqib mana settingimizga boradi. Setting. Lampochka desam bo'ladi. Bu avtomatcha nima включатель hisobida ishlatyapman. Hozir включатель yo'qligi sababli S1 bilan S2 bu xohishingizga bog'liq. Qo'yaman desam, qo'ymayman desangiz ham o'zingiz bilasiz. Bu qachon bu
svyaz bo'lmay, datchik ishlamay qolgan paytda ruchnoy shu bilan qo'shib o'chiraverasiz misol. Oddiy включатель qo'yiladi uyda. Endi mana напряжение berib ko'rsatay sizlarga. Qo'shgan paytda orqa tomonidan qo'yib olamiz, orqa tomonidan. Tokka suqqanimizda shunday margat yonib o'chadi sveti, svechasi. Bu lampochkamiz. Ruchnoy qo'shamiz. Ishlayapti mana. O'chirib tashlasak ruchnoy. O'zida ham bu yerda knopka bor, bu ham ruchnoy qo'shib o'chiradi. Bu svechamiz margat qilib turibdi. Ilovani yuklab olgandan keyin biz shu tugmasini bosib turamiz 5 sekundmi. Svet shunday yonib o'chadi, asta-sekinlik bilan yonib o'chadi. Shu paytda ilovadan kirib buni izlaymiz. Ilovadan Bluetooth bilan izlab shu datchigimizni ilovamizga qo'shib olamiz. Buni birdan topadigan bo'ladi. 5 sekund bosib turganimizdan keyin. Ilovamiz Alisa kolonkaga qo'shilgan, datchigimiz ilovaga qo'shilgan. Bu har xil ilovasi bo'ladi. Bu Smart Home ilovasida ishlaydigan. Bu har xil ilovada ishlaydiganlari bor. Shuning uchun xarid qilgan paytda shunga ahamiyat qilingizlar. Misol 10 ta datchik shu Smart Homedan sotib olib, qolgan 10 tasini boshqa programmada ishlaydigan bo'lsa, ikkita programma olishingizga to'g'ri keladi. Shunga qiyinchiliklarga uchraysiz o'zingiz. Tushunarli bo'ldi deb hisoblayman. Kelasi videolarda yana chuqurroq o'rgatib ko'rsatib ketaveraman. Sizlar like bosib bizga podpisatsiya bo'lib qo'yingizlar. Savollaringiz bo'lsa kommentariyada yozingizlar. Bu ham sotiladigan datchik, endi egasi ko'rib turgan bo'lsa, ishlatilgan deb xafa bo'lmasin. Shu videoni ko'rib odamlar o'rgansa agar, shuni sotib olgan odamga ham savob tegishi mumkin. Hammangiz sog' bo'lingizlar. Kelgusi videolarda uchrashguncha xayr.